Assalomu alaykum shogirdim. Bugun siz bilan 7-qonun haqida gaplashamiz. Jamiyatda shunday insonlar borki, boshqalarni o'zi uchun ishlatib, uning natijasidan o'zi foydalanadigan va mukofotlanadigan insonlar ham mavjud. Ana shunday insonlarning ish uslubi haqida sizga hozir bitta voqeani aytib beraman. Toshbaqa, fil va begemot haqida. Fil yo'lda ketayotganida oldidan toshbaqa chiqib qoladi. "Ey toshbaqa, yo'ldan chiq. Hozir seni ezib o'tib ketaman", deydi. Lekin toshbaqa uni gapiga kirmaydi va toshning ichiga kirib oladi. Fil oyog'i bilan toshbaqani bosgan ekan, toshbaqaga hech narsa qilmadi. Shunda toshbaqa kallasini chiqarib, "Fil janoblari, men ham sizga o'xshagan kuchliman", debdi. Fil rosa kulibdi. "Qanaqasiga sen mendek kuchli bo'lasan? Ishonmasang ertalab daryoni sohilni bo'yiga kel, ikkimiz kuchimizni sinab ko'ramiz. Kim kuchliligini men isbot qilaman." Ikkalasi kelishib oldi. Erta sahardan toshbaqa daryoni bo'yiga borsa, o'sha yerda begemot o'tlab yurgan ekan. Begemotga bordi, "Janob begemot, ikkimiz bahs o'ynaymiz, kim kuchli ekanligini. Men kuchliman sendan", desa, begemot, "Hech qanaqasiga sen mendan kuchli bo'la olmaysan. Bo'lmasam kel, kuch sinaymiz." "Mayli, sinashamiz", debdi-da. Toshbaqa tumshug'iga ipni bir uchini bog'lab qo'yibdi-da, arqonni, va o'sha tepalikning narigi tomoniga o'tib, "Men ey deb baqiraman, ana shu vaqtimda sen tortasan", debdi. Kim kuchliligini isbot qilamiz. Narigi tomoniga o'tibdi-da, filga ham aytibdi, "Sen burning bilan shu xartum deydimi? Shu xartuming bilan bu ipni ushlaysan, men hozir hey degan vaqtda tortishamiz", debdi. Kim kuchligini isbot qilamiz. Shunda o'rtaga borgan vaqtida u ey deb baqirgan ekan. Begemot bilan fil ikkalasi ikki tomonga tortishishni boshladi. Kurash juda uzoq davom etibdi. Hech tomon yetmabdi. Natijada ikkala tomon ham, fil ham toshbaqaning kuchli ekanligini tan oldi. Begemot ham toshbaqaning kuchli ekanligini tan oldi. Balkim jamiyatimizdagi shunday insonlar bizdan shunday foydalanishayotgandir. Nima deb o'ylaysizlar? Bir o'ylab ko'ramiz. Salomat bo'ling.